Bugun ekologiya masalasi faqat tabiatni muhofaza qilish bilangina cheklanmayapti. Toza muhit, yashil hudud, resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarishdagi mas'uliyat va inson salomatligi barchasi ekologik madaniyat bilan chambarchas bog'liq. Ayniqsa mehnat jamoalarida bu tushunchani mustahkamlash, atrof muhitga daxldorlik hissini kuchaytirish, yashil tashabbuslarni kundalik faoliyatning bir qismiga aylantirish dolzarb yo'nalishlardan biri. Shu maqsadlar davomiyligi sifatida Buxoro shahridagi kasbiy ko'nikmalar markazida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi viloyat kengashi tashabbusi bilan ekologik faol kasaba uyushmasi jamoasi ko'rik tanlovi tashkil etildi. Turli soha va tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan kasaba uyushmasi jamoalarini bir maydonga jamlagan loyiha ekologik madaniyatni yuksaltirish, yashil hududlarni kengaytirish hamda mehnat jamoalarida ekologik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash kabi muhim maqsadlarni qamrab olgan. Ko'rik tanlovda viloyatdagi 12 ta yirik boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkiloti qatnashdi. Har bir jamoa o'z faoliyati doirasida yo'lga qo'yilgan ekologik tashabbuslar, amaliy loyihalar va targ'ibot ishlari bilan ishtirok etdi. Taqdimotlarda hududlarni ko'kalamzorlashtirish, chiqindilarni saralash va qayta ishlash, suv hamda elektr energiyasini tejash, ekologik aksiyalarni yo'lga qo'yish borasidagi tajribalar keng yoritildi. Ayrim jamoalar ishlab chiqarish va ta'lim muassasalarida energiya tejamkor texnologiyalar asosida shakllantirilgan tizimlarni namoyish qilgan bo'lsa, biz bilamizki, tabiat, yer, suv, hayvonot, havo bu insonni sog'lom va baxtli yashashi uchun eng katta asosdir. Mana bugun Buxoro viloyat, demak, kasaba uyushmalar qo'mitasi tomonidan eng ekologik faol, demak, kasaba uyushmalar tashkiloti tarmoqlarida tanlov boshlandi. Bu tanlovning nomi eng zo'r ekologik faol, demak, tashkilot tabiatni asraylik, kelajakni yarataylik, demak, shiori ostida bugun Sog'liqni saqlash vazirligi, Abu Ali ibn Sino nomli Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyining Gekkel izdoshlari nomli komandamiz shu tadbirda biz qatnashyapmiz. Bizni bu tadbirimizda, demak, 5 ta yo'nalish asosida tadbir tashkil qilingan va 5 ta shu demak, tashabbuskorlik, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, suvni tejash, elektr energiyani tejash hamda mana shu har bitta kasaba uyushma o'z tarmog'ida qilingan ishlarni bugun, demak, natijasi ko'rsatilib, mana bugun mana shu akademik litseyimizdagi 1,5 gektardan iborat, demak, litsey territoriyamizni 1,5 gektarga biz mana issiqxonalar tashkil qilganmiz, ko'kalamzorlashtirganmiz, obodonlashtirganmiz. Mana hozir barcha, demak, mana toposhobinlarimiz, mana hakamlar a'zosi tomonidan, litsey tomonidan qilingan barcha ishlarni zamirida nima yotibdi? Bu ertangi kun egalarimiz, ertangi kelajak egalarimizga ota-bobolarimizdan qolgan toza suv, toza havoni, toza yerni sof holda ularga berish bundan bugungi ishlarimizdan asosiy maqsaddir. Va shu bilan birga, ayniqsa yoshlarimizga ekologik tarbiya, ekologik ong, ekologik tafakkurni, ekologik ta'limni berish, ularni ota-bobolarimizdan qolgan qadriyatlarimiz asosida ularga chuqur yondashib, ertangi kunimizga yana ham ekologik muammolarni bartaraf qilishdan iboratdir. Mana ekologik qadriyatlarga mana bizning ota-bobolarimizdan qolganki, suvni iflos qilma. Bitta daraxtni sindirsang, o'rniga 10 ta daraxt ek deb. Shu jumladan bizni akademik litseyda tahsil olayotgan 600 ga nafar o'quvchilarimizga biz har hafta dushanba kuniga beradigan kelajak soatlarimizga, juma kuniga beriladigan ma'naviyat soatlarimizni har bir darsida shu 10 daqiqaga ekologik ta'lim, o'zimizni qadriyatlarimiz, o'zimizni ota-bobolardan qolgan o'zbek urf-odatlarimiz albatta singdiramiz va ularni zamirida albatta ekologik tarbiya yotadi. Tanlov davomida ekologik yo'nalishdagi innovatsion ishlanmalar ham keng namoyish etildi. Xususan, qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan biogomus, tuproq unumdorligini oshiruvchi tabiiy ozuqa mahsulotlari, suvni kislorod bilan boyitish hamda uni tabiiy tozalashga yordam beruvchi xlorella asosidagi ishlanmalar yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Mana bu suyuq biogomusimiz, suyuq biogomusimizni xususiyati nimadan iborat? Mana hozir qishloq xo'jaligida o'simliklarni yetishtirishda toza nuri sifatida ishlatiladi. U nurida urug'i, begona o'tlari ko'p bo'ladi. Bundan tashqari turli xil gazlari ko'p bo'ladi. Shuni oldini olish maqsadida mana o'sha nurini suvda eritib,
uni ajratib olinadi suyuq biohumus sifatida va shu suyuq biohumus o'simliklarga berilgan vaqtida juda samaradorligi yuqori, ham hosildorlikni oshiradi, ham masalan mana ximikatlari yo'q buni. Shuning uchun tabiiy so'f mahsulotlar yetishtirishda mana shu suyuq biohumusni hozir ko'p qo'llanilmoqda. Hozir bu ish bo'yicha o'qituvchilar, olimlar o'z ishlarini olib boryapti. Nasib bo'lsa buni ham himoyaga chiqaradi o'zimizning o'qituvchilar. Ikkinchi ko'rinadigan narsamiz bu xlorella, ya'ni bir hujayrali suvetlarga mansub bo'lib, bu suveti ham o'zimizni masalan mana ko'lmak bo'lib qolgan suvlarni yam-yashil bo'lishiga sabab mana gullab qolgan suv deyiladi. Mana shu xlorella, lekin uning foydasi juda katta. Ya'ni bu xlorella birinchidan suvni tozalashga yordam beradi. Ikkinchidan suvni juda ko'p kislorodga boyitadi. Oddiy o'simlikka nisbatan 12 barobar ko'p kislorod chiqaradi. Bundan tashqari bu xlorellani mana chorva mollari, tutpakchiligida ham o'sha oziqa sifatida ham ishlatilishi mumkin, chunki tarkibida juda ko'p oqsili bor. Bundan tashqari bu xlorellamizni kanalizatsiya suvlari kollektorlarga chiqarilgan paytda uni tozalash kerak va suvni tabiatga yana qaytarish kerak. Mana shu yerda xlorella yoki mana bu vulfiya bir hujayrali suvetlar ishlatiladi. Mana vulfiya ham suvni tozalaydi yoki azolalar bor mana bu yerda o'sha kanalizatsiya suvlarini tozalashda bu ham ishlatiladi. Mana qiziqarli narsa shundaki, vulfiyani qo'limizda olsak, ana shu yerda hozir bir nechta o'simlikni oldik. Bu qiziqli tomoni shuki, eng kichik gulli o'simliklarga ham mansub o'simlik bu. Birta gulchasini o'zi tugnagichni uchidan keladigan bir o'simlik. Lekin shunday xususiyatlarga egaki, mana shu suvni tozalashda juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Yakuniy natijalarga ko'ra Sog'liqni saqlash xodimlari kasaba uyushmasi tizimidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti 1, Agrosanoat majmuasi xodimlari kasaba uyushmasi tizimidagi Buxoro davlat texnika universiteti jamoasi 2 hamda ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasining Buxoro davlat universiteti jamoasi 3 o'ringa loyiq ko'rildi.